Assalomu alaykum. Navruzbek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Hop qo'yish quvozlari, qo'zi ishquvozlari hamda mana toza qonli kashtan sovliq ishquvozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Xudo xolasa eksklyuziv video bo'ladi. Kanalimizda anchadan beri chiqmayotgan qo'ylar chiqadi bugun. Akmaljon aka, endi bu bo'g'oz qisir. Bular chista qisir jo'ra. Qisir, bo'g'oz emas. Qisir bu yekalasi ham, ha? Navruzbek bular qisir. Yekalasi ham qisir, lekin kashtan variantlarini akalar qaranglar. Oyoq kengliklari ham o'ta udor. Ayniqsa mana unisi vashim chiroyli variantdan, mashalloh. Janovarni qaranglar, janovarni. Ko'hragi ham bir qarcha oldinda turibdi. Akmaljon aka, bular yoshlari qanaqa endi yekalasi? Yoshlarini tishini ko'rsatib o'tamiz. Yaqinroq qo'yinglar. Qo'ydi yekalasini yaqinroq, bir-biriga yaqinroq o'shanglar. Janovarlar. Tishlarni bir ochib qolsinmi? Hali realni bo'lsin. Ha, realni. Tishini ko'rsat jo'ra. 4 tish. 4 tish. Narigisini? Bunisini ham ko'rsat. Bu ham 4 tish bo'lishi kerak jo'ra, tishini ko'radi. Bu ham 4 tish ekan, tagalar 4 tishdan. 4 tishdanga bemalol xotirjamol o'rasizlar, tishlarni ham bir ko'rsatib o'tdik. Gövda oshlari ham udarmi? Janovarni qaranglar. Haqiqiy yaltirab turgan mana kashtan hisorini ishqivozlariga tavsiya qiladigan joyi. Ishqivoz olsin buni, maza qilib boqadi, tushungan odam olsin. Endi buni gövdalarini bir o'lchab o'tsak, vobshim zo'r bo'lardi-da. Bu orqamizda metr turibdi. Mana. Ana jo'ra. Navruzbek bular bo'ylarini bir ko'rsatib o'taylik. Mana yeridan bu unaqa ko'tarib o'lchanmaydi akalar. Qaranglar. Xotirjam 80 plus chiqadi, 80 ga ham olarasizlar, 80 plus ga ham olarasizlar. 83 shunaqa chiqadi. Qani bunisini ham bir o'lchab o'taman. Mana yerdan qo'yilyapti akalar, kommentariyada har xil gap so'zlar bo'lyapti. Mana bu ham 80 plus akalar. Bemalol 80 plus ga olarasizlar. Xohlasalaring, ko'ngillaring to'q qilib olmoqchi bo'lsalaring 80 dan qo'nglar, plus minussiz 80 dan qolsalar ham bo'laveradi. Lekin qo'ydi bor-u, haqiqiy lyubitellarga tavsiya qilaveradigan variantini o'ta zo'rida. Akmaljon aka, endi narxida hamma gap, lekin dollarda qo'yimiz biz kanalimizga. Xudo xolsa so'mda jo'ra bular. So'mda chiqarib beramiz. Bular 4,5 million so'mdan chiqarib beramiz. 4,5 million so'mdan. 4,5 dan emas, endi bunga hech yo'q. 41 dan berishadi-da obunachilarimiz. Sal arzonroq qo'ya olsin-da. To'g'ri 4,5 dan ham arziydi-yu, lekin olgandan keyin maza qilsin-da. Buni sotganda o bitta qo'yim 3 milliondan foyda qildi deysin-da. Nima deysiz? Bular jo'ra 4 million 100 ming so'mdan berishadi. Yo'q, 4 million 100 dan kamayib ketadi. Telefon qilishsa o'tib 100 mingdan o'tib beray. Navruzbek. Ha, bo'pti, 42 dan berishadi-da. Yo'q, 42 juda ozayib ketadi. Ha, bu qo'ydi siz tug'ibsizmi? Qo'y tuqqani 4 million 200 ming so'mdan berishadi. Yo'q, bo'ldi, 200 dan o'tdim, undan kamiga so'rashmasin. Bor akalar, 4 million 300 ming so'mdan bemalol telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Gövdalari 80 plus, nak qisir, unaqa bo'g'oz emas, mana quloqlari butun kashtan variantlaridan. Akmaljon aka, endi 4 tishni akalar oldin aytib qo'y. Buni alohida oladigan odam bo'lishi ham mumkin. Plus minuslari qanaqa endi? Plus minus. Buni o'zini olishsa necha pulga berasiz? Buni o'zini necha pulga berasiz? Aniqini ayting-da. Nimaga qo'yingiz? Monosini sifat kuchliroq, unosini gövdasi kattaroq. Shura plus minus 100 ming so'mdan ga. 100 ming so'mdan plus minusi bor. 4 million 300 ming so'mdan akalar, 100 ming so'mdan plus minusi bor. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Arashan qo'chqarim bor, qo'shaman deganlarga men usori sog'liq tayyor deb borib qo'shib qo'yishaveradi. Boshqa partiyalarimiz ham bormi? Xudo xolsa bir dona zo'ri bor jo'ra. Bir dona udari bor, ha. Haqiqiy zo'ri. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib, like-ni bosib, otangga rahmat deb obuna tugmachasini bosib turaveramiz. Bo'lmasa biz ikkinchi partiyalar boshlar. Ikkinchi partiyaga ham udari bor ekan. Voy mashalloh, akalar, ikkinchi partiya. Akmaljon aka, endi bunaqa qo'ydi, birinchi partiyaga chiqaradi. Zo'rlarni ikkinchi partiyaga chiqaragansiz-da siz. Navruzbek kanalni kuzatib borishsin deb zo'rlarni oxirida chiqaryapti. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Lekin mashalloh, kashtan qo'ydi bor-u, arashanga chatishtirilgan varianti bo'ladi, gibrid. Shunaqasidan-da. Oyoq kengliklari ham o'ta udor, jonivor. Junini qaranglar, junini. Simjon variantidan quloqlarni qaranglar, butun desa ham bo'laveradigan variantidan. Yoshlari qanaqa buni Akmaljon aka? Yoshlar jo'ra 4 tishga endi o'tdi. 4 tishga endi o'tdi. 2 tishdan 4 tishga endi o'tdi. Bo'g'oz qisir endi bu. Bu bo'g'oz jo'ra. Bo'g'oz. Taxminan necha oylik atrofida? Xudo xolasa
3,5 oylik bo'g'az. 3,5 oylik atrofida bo'g'az. Lekin yelinlari ham sekin-sekin qo'zg'ashni boshlabdi akalar. Yelini bor. Qo'y o'ta killas ekan lekin jonivor mana. Mana qo'yni ko'ryapsizlar, magar qonini tortib turibdi akalar. Bu haqiqiy krasavchik liniyali qo'yga ham tortar ekan lekin. Buni gavdalarini bir o'lchab o'tsak endi. Gavdalar o'lchab beramiz, xudo qolsa. Mana shu dahshat chiqadi. 83-84 deyapti akalar. 80 plyusga olsin shuni ham. 80 plyusga soting obunachilar maza qilsin. Akalar 80 plyusga bemalol olasizlar. 2,5 oylik, 3 oylik bo'g'az xudo xolasa naq. Bunaqa aldab sotish, bunaqa narsalar yo'q. Yoshlari endi ekishdan 4 o'tdi. Yoshi ham yoshda aka. Rasa ikkinchi qoringa jo'ra bu. Rasa qidirib yurganda kimdirlar mana qo'ydi. Kamdan kam chiqadi, bunaqa qo'ylar. Kanalimizga ham, YouTube olamizga ham bunaqa qo'ylar kamdan kam chiqadi-da. Lekin narxi arzon bo'lsin-da buni. Narxi arzon bo'ladi. Hozir kanalimizga, shu kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'llashsin jo'ra. Xudo xolisi keyingi haftaga zo'rlari chiqadi. Ha, bu hafta ham arzon bo'lsin-da qo'y. Bu safar ham arzon. Narxini Nechi pul narxi? qo'yamiz. Bu 5,5 million so'mga qo'yamiz. Yo, unaqa emas. 4 million 800 ming berishadi. Yo, 4 million 800. Bo'g'oz qo'ydi qayda beradi. Ha, bo'pti, bo'lmasa realni gapiringda anaqa oldi qo'shti qilmasdan bo'ladiganini gapiring. 5 million 200 berishsin. Baraka. Dastlabkasini yetkazib. Qo'lingizni bering. 100 ming o'tib berasiz-da 5 million so'mga. Ha, 5 pasda bo'lmaydi-da. Ha, 5 ga 100 ming o'tsangiz o'tibsiz-da. Qo'ydi qara, ey. Aruzbek. Qo'ydi qara. Bitta odam kuchi yetmaydi bunga. Ha, bo'pti, mayli. 5 million berishadi, ko'nglingiz ko'tarib solishadi. Bo'ldi, kanalga obuna bo'lib, like bosib, otamga rahmat. Bari aka. Like bosib, telefon qilib, kanalga obuna bo'lmagan odamga berilmaydi. Berilmaydi. Akalar kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb keyin telefon qilsalaring 5 million so'mga beriladi akalar. Lekin ancha yerda bunaqa qo'y hazlagan qo'ymas akalar. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin qo'y o'ta kuchligidan-da. Bir kishi masalan mana shu normal odamda kuchi yetmayapti qo'yga, ochiq gap. Bundan keyingi partiyalar bormi yo shu oxirgisi? Bu oxirgisi akalar. Narigi xo'rada qo'ylar sotilibdi-da. Sotildi ular. Qo'rada qo'ylar sotilibdi. Ay, sariqlari 5 million 200 ming so'mga sotilibdi. Kanalga obuna bo'lib kuzatib borishsin. Keyingi safarga dahshatlari chiqadi. Keyingi safarga ham udorlardan chiqadi, obuna tugmachasini bosib. Akalar, lekin mashinga ish qo'zg'asalaring otangga rahmat deb mashalloh deb yozib ketasizlar kommentariyaga. Lekin boru qo'ydi o'ta udorni. Bugunga mana shu qo'ylarimiz edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.